Assalomu alaykum, hurmatli Uyg'ur jamoati. Bugun sizlar bilan o'rtoqlashadigan bir xush xabarimiz bor. U bo'lsa Yevropa Uyg'ur instituti necha yildan beri izchil bo'shashmay tirishchanlik ko'rsatish natijasida oxiri dunyoning madaniyat markazlarining biri hisoblanadigan Fransiyaning Parij shahrida o'ziga tava bo'lgan bir xizmat binosiga erishdi. Hozir bu xizmat binosi Uyg'ur ustalar tomonidan bezilayotgan bo'lib, bezakchilik xizmatlari oxirlashgandan keyin bu yerda Parij Uyg'ur ana tili maktabini davomlashtirish, Uyg'ur choyxonasi qurish, O'rta Osiyo kutubxonasi qurish, psixikalik maslahat berish markazi qurish qatorliq bir qator xizmatlar planlanmoqda. Bundan sırt yana aniqki, bu xizmat binosi ishga kirishtirilgandan keyin bu yer butun dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur yozuvchilar, adiblar, akademiklar, tadqiqotchilar, san'atchilar yig'iladigan va xizmatlarni tadqiqotlarni qiladigan bir markazga aylanib qoladi. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, Yevropa Uyg'ur instituti necha yildan beri xalqimizning ovozi bo'lib, nurg'un ko'rinarli xizmatlarni qildi. Bularning bir sifatida biz shu 2022-yili Fransiya parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilg'izganligini tilga olaymiz. Bu xizmatlarning hammasi bir guruhga o't yurak fidoyilar tomonidan ishga oshirilgan bo'lib, Yevropa Uyg'ur instituti hech qanday bir iqtisodiy kirim manbasi bo'lmagan, faqat fidoyilardan tarkib topgan bir uyushmadan iborat. Shunga hozir navbatda bu xizmat binosining ishga kirishtirilib, xalqimizga xizmat sunilishi nihoyat zo'r darajada shu muhojiratdagi Uyg'ur xalqining ozdir ko'pdir iqtisodiy yordam bilan qo'llashidigan qarashliq. Shunga men bugun bu yerda bu xush xabarni sizlar bilan o'rtoqlashish bilan birlikda har biringlarni chin qalbinglardan chiqarib sunadigan iqtisodiy yordamlaringlar bilan o'zimizning ishi hisoblanadigan bu xizmatga yaqin turishga chaqiriq qilaman. Yordaminglarni aymag'aysizlar.